Yurak xuruji, infarkt. Ko'pchilik yurak xuruji birdan boshlanadi deb o'ylaydi. Go'yoki odam birdan yiqilib qoladi yoki kuchli og'riq paydo bo'ladi. Aslida esa organizm ayrim hollarda bundan oldin signal bera boshlaydi. Lekin ko'pchilik bu signalni oddiy charchoq yoki stress deb qabul qiladi. Masalan, tez charchash, zinadan ko'tarilganda hansirash, ko'krakdagi bosim hissi, og'riqlar, chap qo'l yoki yelkadagi noqulaylik hissi. Ba'zi odamlar biroz dam olsam o'tib ketadi deb yuradi. Eng xavflisi ham shu, chunki ayrim yurak muammolari asta-sekin rivojlanadi. Ayniqsa stress, uyqusizlik, noto'g'ri ovqatlanish, kam harakat va doimiy asabiylashish yurakka katta yuklama beradi. Hozir yoshlar orasida ham yurak bilan bog'liq muammolar ko'paymoqda. Ko'pchilik yoshman, menga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin organizm yoshga qaramaydi. Ba'zan yurak xurujidan oldin tez yurak urishi, ichki bezovtalik, sovuq ter bosishi, nafas qisishi kuzatilishi mumkin. Ayollarda esa simptomlar boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, doimiy charchoq, ko'ngil aynishi, yelka yoki jag'dagi noqulaylik hissi. Shu sababli ayrim ayollar muammoni kech sezadi. Yana bir katta xato internetdan tashxis qo'yish. Kimdir yurak og'rig'ini asab deb yuradi, kimdir esa oddiy stressni infarkt deb qo'rqadi. Lekin aniq sababni faqat tekshiruv ko'rsatadi. Shuning uchun organizm signal berayotganda e'tiborli bo'lish kerak. Ko'krakda, tush ortida bosim hissi, hansirash, havo yetishmasligi, tez charchash yoki yurak urishidagi o'zgarishlar oddiy holat deb qoldirmang. Ba'zan vaqtida qilingan tekshiruv katta xavfning oldini oladi. Sog'liqni keyinga surmang.